Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu ko'rib turgan mashinalar meni mashinam. 3 oy oldin sotganman. Hozir esa mana shu mashinam jarima maydonida turibdi. 4 kun bo'ldi olib kirilganiga. Xo'p, kimi mashinasi o'zini nomida bo'lsa, sotayotganda u insonni nomiga o'tkazib sotishinglarni so'rab qolaman. Chunki bu mashinani jarimalari juda ham ko'payib ketgan. GAI xodimlari olib kirib qo'ygan bu mashinani. Hozir berishmayapti. O'zimga ham berishmayapti. Jarimalari 10 milliondan o'tib ketgan buni jarimalari. Buni sotgan insonimga aytganman, nomingizga o'tkazib oling desam, umuman o'tkazishmagan. Mana oqibati. Jarima maydonida yotibdi. Qachon to'lashadi? Keyin olib chiqib ketishadi endi. Menimcha telefonni ushlash uchun uskuna ham bor ekan. O'ylaymanki juda ham qiziqarli bo'ladi. Har yoqda esa bizni operatorimiz tayyorlanib turibdi. Bu yoqda esa Siz sherik lazimmi? Mirzo-Vlog o'z uchun vaqt ajratib adrenalin maqsadida zominga qanchalik qo'rqinchli bo'lishini qaramasdan keldi. Kambag'al oilada tug'ilganman va hech qachon tuzukroq ma'lumotim ham bo'lmagan. Hayotimda uchragan barcha imtihonlardan yiqilganman. Mening na pulim, na obro' e'tiborli kelib chiqishim va na boy amakilarim bo'lgan. Men faqat o'zimni o'rab turgan odamlar bilan raqobatlashganman va o'zimga o'zim 10 yildan keyin sizlar bilan natijalarimizni solishtiramiz deganman. Men 10 yildan keyin hammadan yaxshi natijalarga erishishimga ishonganman. Krossimiz 10 kilometrga bo'ldi. Shunaqangi chiroyli joylarda, tabiat qo'ynida, Xudo xolasa, krossimizni o'z nihoyasiga yetkazish arafasidamiz. Mashalloh. Idishini qaranglar, niyabishni ishlangan. Bunday qilsa ochiladi, bunday qilsa yopiladi. Assalomu alaykum, azizlar, salomatmisizlar? Kuninglar xayrli bo'lsin. Xo'p, Angreli Shodiyor degan ukamiz shunaqangi atirni hidida shirin bo'lib yuring deb, shunaqangi atirlardan, niyabishning atirlaridan 10 xil asarchilar jo'natib yuboribdi. Alloh rozi bo'lsin. Uka, omonatingizni qabul qilib oldim. Ishlaringizga Alloh baraka bersin. Kimga shunaqangi niyabishning atirlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda profilimni atmetga qilib qoldiraman. Bemalol o'tib murojaat qilishingiz mumkin. Dastavkalar ham bepul, Xudo xolasa. Bizi chekimizda hamma yo'q bor-da. G'o'radan tortib pomidori, badring, salat qilmoqchi bo'lsanglar, bolgarskiy, baqlajon hamma yo'q bor. Ana birinchi o'rin. Ana g'o'ra olamiz, g'o'ra. Ha. Men qizim g'o'ra yeysizmi? Men qizim. Cho'ntakka sig'armikin bu? Marojna sezon boshlangandan beri birinchi marta yeyishimiz. Mana shunaqangi meva-chevalardan soldirdik. Shu joydan. Endi yeb, muzqaymoqqa baho beramiz endi. Nima deb o'ylaysizlar? Ho aka. Ismi? Hol bering aka bitta. Juda ham go'zal. Ikkinchi karkas hisoblanadi. Bu yerda har xil narsalar ekilgan ekan. Yeslichu bekar qolsanglar kelarasizlar. Onni ko'chada ishlar yig'ishtirib, bog'bonchilikka o'tamiz endi. Mana shunaqangi gullar ekamiz. Bu esa bog'imizning umumiy maydoni. Bemalol kelarasizlar. Mana shu joylarda teraklar ekilgan. Shunaqangi shaboda. Xo'p, shahardan zerikib, insonlarni ko'rgisi kelmasdan, yolg'iz qolishni xohlaydigan odamlar kelarasizlar. Eshigimiz bemalol ochiq. Eshigimiz ham yo'q, bemalol kiraverasizlar. Bu esa Alabay. Bog'imizga javobgar shaxs.
Mana shu bog'da nimaiki ish bo'ladigan bo'lsa, mana shu bo'yni bilan javob beradi. Tur o'rningda. Tur. Oppa o'tib ketmasdan kir uyingga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana shu ko'rib turgan mashinanglar meni mashinam. 3 oy oldin sotganman. Hozir esa mana shu mashinam jarima maydonida turibdi. 4 kun bo'ldi olib kirilganiga. Xo'p, kimi mashinasi o'zini nomida bo'lsa, sotayotganda u insonni nomiga o'tkazib sotishinglarni so'rab qolaman. Chunki bu mashinani jarimalari juda ham ko'payib ketgan. GAI xodimlari olib kirib qo'ygan bu mashinani. Hozir berishmayapti. O'zimga ham berishmayapti. Jarimalari 10 milliondan o'tib ketgan buni jarimalari. Buni sotgan insonimga aytganman, nomingizga o'tkazib oling desam, umuman o'tkazishmagan. Mana oqibati. Jarima maydonida yotibdi. Qachon to'lashadi? Keyin olib chiqib ketishadi endi. Mana bu ko'rib turgan gullarni go'zalligini qaranglar. Juda ham go'zal. Assalomu alaykum hammaga, xayrli tong. Kuninglar xayrli bo'lsin. Eng qiziq yangilikni sizlarga aytib o'taman. Bizni oilamizni safi juda ham kengayib bormoqda. Kundan kunga, hozirgi kunga qadar 230 mingta bo'libmiz. Bemalol tabriklasanglar bo'ladi. Men mana shu joyda shunaqangi neobishni gullarni oldida sizlarga story qo'yishga qaror qildim. Oldin qo'rqmas edim. Endi esa juda ham qo'rqaman. Yo'q, o'limdan emas. Farzandim mensiz qolishidan qo'rqaman. Uni kichik qo'llari meni qo'llarimni izlab topolmay azob chek. Qiz bolani barakasi o'zi bilan kelishi juda go'zal ekan. O'shaning uchun ayolim bir xil payti xavotirda yana qiz tug'ib bersam, 10 ta tug'maysanmi deyman. Balkim 10 ta tug'sang ma'ni deyman, shu darajada Alloh qadrlab qo'yib, shu darajada jannat yig'ib qo'yib, shu darajada baraka berib qo'yadimi? Qo'rqma deyman. Ana men seni kuchim boricha himoya qilaman. Sigaret chekib masjidga boryapmiz. Qarang, men sigaret chekmasdan bo'lyapman. Siz bilan teng bo'lsam ham sigaret chekmasdan, do'st chekmasdan boraman. Kufu panda. Bu videoda oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, bu bolajonimizga shunchaki respekt, ota-onasini bergan tarbiyasiga kattakon rahmat deb qolamiz. Bu bolajonimizni ahli yetgan narsaga ayrim bir insonlarda ahli yetmaydi. Cho'ntagida nos sigaret bilan ham Allohning uyiga, ya'ni masjidga kirib ibodatlarni qilib chiqib ketisharadi. Hammalarimizga insof bersin. Bu videoga bitta like bosib, kommentda o'z fikringizni qoldirib, shunaqangi nos sigaret chekadigan insonlarga bu videoda yuborib qo'yinglar. Bu ruslarning bitta gapi bor. Suv kabi bo'l. Suvda piyolaga qiysa piyola bo'lib qol. Chaynakka qiysang chaynak bo'lib qol. Suv oqadi, tinadi, suv vayron ham qila oladi. Bu ruslarning o'sha gapidan keyin men hayotimda katta narsa o'zgarish bo'lgan. O'shaning uchun suv kabi bo'l, do'stim. Tushundingmi? Suv kabi bo'l. Dushmandan qo'rqish bu tabiiy deydi. Do'stni himoyalash, do'st bilan birga bo'lish bu ham tabiiy. Lekin kimdan qo'rqish kerak deydi? Betaraf odamdan.